Bolajonlarimiz uchun elektronli joy namozlar. Bola ham qiziqadi, ham namoz o'qishni o'rganadi. Kelar, oldin bizni paytlarda yoshligimizda yo'q edi, hozir zo'r imkoniyatlar farzandlarimiz uchun. Bu ummatning qizi. Bu magazin islamskiy va juda ham zo'r kitoblar. Bu yerda ey qizim degan islomda hozirda farzandlar tarbiyasida kitoblar chiqarilyapti va bu qatorda Abdulloh domlani eng mashhur bo'lgan kitoblardan biri. Bu Yangiyo'sh bozorida islamskiy magazin. Umraga borgan hojilar, hojakalar va aka-ukalarimizga optim narxlarida umralardan hozir ko'rasiz, olib kelishmay qo'ygan va o'zimizda o'shtanlar nima kerak bo'lsa, o'sha Saudiyadagi bor narsalar va undan tashqari yosh katta kishilarga, prostatitlarga dorilar va quvvat, tabiiy. Bu yerda enaki mana bu asallarga shu asaldan yeb ko'rdim, juda ham bu kuchli. Bu yerda tasbih, atirlar va atirlarni ham juda ham yaxshilari. Zamzam suvlar ham mehmonlar uchun, umraga borgan hojilarga tavsiya qilamiz. Bu tomonda o'sha giyohlarda har turlilari, endi bu yerda juda ko'p giyohni aytdi. Kelsalar o'zlari polniy ma'lumotlarda beradi. Eng zo'r podarka mana shu hisoblanadi va mana bunday naborlarni berganingizda, mana shuni ochganda o'zi bir yurak bag'rilari ochilib ketadi insonda. Akalar, kattaroq Qur'on kitobni o'zim ham harflari katta Qur'on kitobni o'qishni yaxshi ko'raman, sababi qulayligi va buni rangliligi. Bu rangda ko'zlar tolmaydi akalar. Har xil rang bu ate shuni kombinatsiya qilingan sabab rangda ba'zida insonni ko'zi tolib qolishi mumkin. Endi bu joy namozni bitta ko'rib oling. Podarkaga sandiqchalari bilan adreslari O'sh bozori 14-qator A blogi, Ayfa magazini. Ana shu ikkita konteynerga kelsanglar, men qatorda boshida ekan, o'sha 4-mikin konteyner. Mashhur turadigan ko'cha, ko'pchilik уже biladi. Shu yoqqa kelib, mana bu 14A Ayfa deb katta reklamasi turibdi. Kelib xarid qilib oling va umradan kelganlarga optim olib sotaman deganlar uchun ham juda zo'r imkoniyat.